Barchaga salom. Sizlar bilan men Ultra Moz kanaliman. Bugungi videomizda biz Minecraftga, ya'ni mana hozir Minecraftga mod qo'shishni o'rgataman. Biladiganlarga qo'shmasin, biladiganlar agar bilmaydiganlar bo'lsa, mana o'rganmoqsan bemalol. Keyin yana bitta narsa, kimga Pajam Launcherga mod qo'shib o'rgatishim mumkin. Uning uchun faqat kommentga Pajam Launcherga mod qo'shib o'rgating deb yozib keling. Va yana 5 ta laykni bosishni unutmang. Layklarni bosib qo'ying, iltimos. Va bo'lsa birinchi navbatda bizga nima qilish kerak? Hozir ko'rsatib o'taman. Keyin Pajam Launcherga Sapphire, ya'ni Kaizen Sapphire'ni qo'shishni ham o'rgatib o'taman. Agar sizlarga yoqsa, men shu videodan ko'rib o'sha videoni chiqaraman men. Uning uchun kommentga yozib Sapphireni o'rgating Pajam Launcherga deb yozib ketinglar. Bo'lmasa hozir men boshlayman. Birinchi kanalga kiraman. Masalan, kanalga kiraman. Telegramga kirib, mening o'zimning kanalim bor. Mening emas, mening o'rtoqlarim mana. Juda ko'p modlar tashkilda Ultra Moz kanal. İltimos obuna bo'lib qo'yinglar. 50 ta 100 ga bo'lsak, ya'ni 100 ta obunachisi bo'lsak, Pajam Launcherga ham mod qo'shish, ham Sapphire, ham server yaratishni o'rgataman Pajam Launcherga. Shunga 100 ta obunachi qilib qo'ysanglar, mana buni bo'ldi. Hammasi tayyor bo'ladi. Kim meni kanalimga kamida 10 ta bo'lsa, mod qo'shishni o'rgatib o'taman. 10 ta qilsanglar, 40 ta nima demoqchi edim. Hozir mana ko'rasa ko'p modlar bor. Chiqib ketib qoldi o'zi. Mana hozir. Mana bunaqa modlar bor. Anaqa. Ana ko'r eshitdingizmi? Mana Muzaffar Epic Mods. O'qishni bilasizlar. Bo'ldi. Hop. Bo'lmasam bizga mana modlar, mana mod tarzida, ya'ni mana qarang. Mana shularning modi mana. Shuni hozir qo'shib o'rgataman. Menga mana shu kerak. Mana skachat qo'yib olaman. Skachat bo'ldi va uni ustiga bosaman. Ya'ni mana yoqqa bosaman. Mana hozir to'xtab turinglar. O'yin bo'ldi. Mana shu yoqqa bosaman. Mana yoqqa bosaman. Короче, bildinglar? Bo'ldi. Mana. Mana shu yoqqa bosib o'taman va bo'ldi. Mana bosdim va Minecraftga o'taman. Va kutib turamiz. Sizlarniki qanaqa kiradi bilmayman-ku, meniki tezroq kiradi, sizlarniki ham bilmayman. Xo'p, mana tepada yozuv chiqadi mana. Tepada yozuvlar chiqadi. Chunki mana mod qo'shiladigan yozuv chiqadi. Kiraman. Mana yoqqa kiryapti bo'lsangiz, ya'ni mana ochishi hozir. Mana ochishi bosamiz. Keyin esa kreativni bosamiz. Ya'ni sizlarga kreativ kerak-ku. Va keyin mana multiplayer chest va mana mana hozir yana ko'rsatib o'tmasam bu videoga. Tushunmaganlar bor endi. Mana shu yoqqa o'tamiz. Xo'p. O'tganimizdan keyin mana 3 ta mod bor. Mana qo'shilibdi. Oxiriga mana hozir qani mana. Xo'p, mana buni bosasizlar mana. Cho'nsizlar mana. Va yashilni bosasizlar. Bu qo'shildi. Kreativ bosasizlar bo'ldi. Endi kutasizlar. Mana tayyor. Men suvdan spam qildi. Nega suvdan spam qildi bilmayman. Sizlarni qattiq qilmay farq. Xo'p, bu bot qo'shildi va hozir ko'ramiz. Va bu mod o'xshamadi chunki
Mening telefonimga bu mod menimcha kattalik qilgan bo'lsa kerak. San telefoninglar qanaqa bilmayman. O'sha telefoninglarga qarab bemalol modni qo'shishinglar mumkin. Mana menda qo'shilmadi chunki men telefonimga u mod juda kattalik qiladi. Mayli.